Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 2025-yil 9-noyabr tomga penalambas quyish jarayoni. Navbatdagi obyektimiz Beshbuloq jamoat xo'jaligi, Oqmachiz ko'chasi. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi, Ibrat mahallasi, Oqoltin ko'chasi. Penablog va penalambas xizmati mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Afzalliklari yengil o'tishli izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi. Hozir quyilgan holat ustida bemalol yursa bo'ladi. Ezilib ketadi, yorilib ketadi, bo'lmaydi deganlar uchun, negativlar uchun. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi, Ibrat mahallasi, Oqoltin ko'chasi. Nomerlar ekranda qoladi. Navbatdagi obyektimizda izolyatsiyalash jarayoni. Afzalliklari yengil o'tishli izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi, zamgalarning yonmasligi, o'tishli. Dehqonobod Penoblok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. Ustida bemalol yursa bo'ladi, yuk ko'taradi, yuk ko'tarmaydi deganlar uchun. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dehqonobod Penoblok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. Kanalga yangi bo'lsangiz, birdan like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 9-noyabr 2025-yil tomga penalambas quyish jarayoni.